Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-uka, opa-singillar va chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan navbatdagi videomiz xudo xolasa yangi partiyadagi qo'nojinlarimizdan kelgan. Soniga keladigan bo'lsak, yengilgina 19 bosh xudo xolasa. Narx-navolarni o'ta ham yengil qo'yib beramiz. Etlari semiz, ozg'in mollar emas. O'zi video davomida ham o'zi ko'rasizlar hozir. O'zi yaltirab turibdi. Xudo xolasa badanida suv yugurilgan, etlari yaxshigina. Ozg'in, tirishgan, burishgan mollar emas. Birortasini biror joyida aybi yo'q, muammosi yo'q. Hammasi sog'lom. Aybi faqat narx-navosi yengil. Hurmatli aka-ukalar, savdogar akalarimiz bemalol aloqaga chiqaversin. Iloji boricha savdogar akalarimiz bilan ish tezroq bitadi, sababi narx-navoni yaxshi tushunadi. Dehqon akalarimiz bemalol aloqaga chiqaversin. Soni 19 bosh, bir joyga kichkinagina bitta yengilgina ferma qilib olaman degan aka-ukalarimiz ham kuzga borib yaxshigina bitta navoz qo'shadigan bo'lsangiz 19 bosh bu degani ona bola sigir bo'ladigan xudo xolasa yanagilga tug'ib beradi. Mana ko'rib olasizlar hammasini. Narx-navolarga kelaveramiz xudo xolasa. Bularning ichida eng past narx-navosini 9 million 200 ming so'm narx-navo qo'yib beramiz. 9 million 200 emas, 9 million so'm qo'yib beraylik. Eng oxirgi berib yuboriladigan summasi 9 million so'm. Eng baland narx-navosiga 10 million 700 ming so'm. 10,5 larga ham to'g'ri kelmaydi. 10 million 700 ming so'm oxirgi berib yuboriladigan summasi. Ichidan tanlab olaman degan aka-ukalarimiz, o'zlaringizga yoqqan mana bunaqangi oladi. Juda ham sifatlarni tanlab olaman degan aka-ukalarimizga 10 million 700 ming so'mdan hammasini bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga hozir va shu yo'lda qilib qo'yib beramiz. Yana qaytarib o'taman, ozg'in mollar emas. Hammasi semiz, etlari yaxshigina, olgan pullaringizga даже yukiga ham javob beradigan mollarimizdan. Endi biz qassob emasmiz, yuki mana uncha deb ayta olmaymiz, lekin olgan pulingizga ham deyarli javob beradi. Mana bir xil mollarni boqasiz, 3 oy, 4 oy boqasiz, olgan pulingizga to'g'ri keladi. Bu mollar bunaqangi emas. Mana o'zi mol tushungan ekansiz. Bo'ladi. Yoshiga keladigan bo'lsak, 1 yasharlik navoz g'onojinlarimizdan, 1 yashar, hammasi qisir g'onojinlarimizdan. Tak, xullas, hammasini bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga 9 million 850 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, xudo xolasa berib yuboramiz. Hammasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa. Mana aksariyati qora, orqalari kelishgan. Kelajakda xudo xolasa yaxshigina mol qilsa bo'ladi hammasini. O'zimizning mesni xudo xolasa issiq sovuqqa, iqlimga moslashgan, chetni mol emas. Bizning sharoitga qanaqa nima bo'ladi deb o'y xayol bo'lishi mumkin emas sizlarda. Hurmatli aka-ukalar, yaqinlashtirib mana bunaqangi molni katta ko'rsatish niyatimiz yo'q. Uzoqdan yo'lga chiqadigan aka-ukalarimiz maqsad sarson qilish emas, maqsad sotish. 1 yasharlik atrofdagi g'onojinlarimiz, 10 oylik 1 yasharlik atrofdagi g'onojinlarimizdan. Hammasi qisir. Oborib xudo xolasa kuzga borib bitta chiroyli bitta navoz qo'shadigan bo'lsangiz, yaxshigina mol bo'ladi hammasi. Savdogar akalarimiz ham aloqaga chiqaversin, xudo xolasa hammasining ustida noni bor. Oborib sotishsa ham xudo xolasa foyda qiladigan. Hammasi chiroyli, sifati o'ta ham yuqori darajada. Hurmatli aka-ukalar, aloqaga chiqaversa, yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz, telefon nomerlarimiz 99 490 33 44. Hammasi sog'lom, birortasi cho'log'i, aybi bori yo'q. Yoqmagani qolaveradi. Faqat aybi bo'lib yoqmay qoladigan bo'lsa, narxiga aloqasi yo'q. Agar ichidan kelib teksa qoladi deydigan bo'lsangiz, narx-navosi o'zgaradi. Aybi bo'lsa, narxiga aloqasi yo'q. Manzilimizni qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Aloqaga chiqaverasizlar. Moshinga barter yo'q, faqat naqd pulga, nasiyaga savdo yo'q.